misallarını bu yerde yana bir kıtım tekrar kılıyoruz. Mana ko'rganinglardek bu ekran meşreptiri Python bilan mana meşreptiri. Ben bu sınıf ücretini hazır bu Mac meşgul sisteminde tayyorlayapman ama o'xshash bu program. Qanday mayli Windows'da ishlatinglar, Linux'da ishlatinglar, hamma o'xshash. Şuna ben bu şekilde davamlaştırmayım. Mana bu bizning bu meşreptirimiz. Bugungi dersimizde başta biz birinci mezmundan başlap tushunishga boshlaydi. Nimada? Halqa. Halqani biz qanday cümlelerni yozamiz degan vaqtimizda mana nayt atay qilib shu shaklda qaranglar, mana for deymiz. For cümlesidan boshlaymiz. Xohlagan bir o'zgarguvchi. Undan keyin deymizki in. Qayerda? Ichida. Undan keyin doirasi belgilaymiz. Qaranglar, mana range deymiz. İngilizce daire degan gap. Undan keyin mana qanday deymiz sana? Qiyadan qiyagachilik degan doirasini belgilaymiz. Masalan deyli 1 bilan 9 deydi. 9'ni bastırmoqchi bo'lsak, bir sonni cho'ng yozishimiz kerak. Chunki bu ikkinchi sondan bir kichik bo'lgan sonlarni bosadi. Qo'shchi ket, nima qilamiz? Mana yozg'iz desak, ekranga bunlar yozadi. Mana enter yozdi. Mana hem tüpüge çıkayla desek kayıta mantıklı bulmaydılar. Bu bir meşreplerimiz. Biz bununla nurgun meşreplerini kılıp öttük. Şuna siz mesela Python bilen program yazatkan vaktinizde iniq karar kılamagan bazı buyruklarını sınamakçı bolsanız şu meşreplerini geçip sınav kısmınız bulurdu. Hem de bizim asas maqsadımız yazılgan programlarını bir hüccetini içe gizip o hüccetini saklaş ve keyin o hüccetini işletiş. Maqsadimiz shuna bo'lganligi uchun biz nima qilamiz? Mana qaranglar, do'st, hujjat degan yerdan yangi bir hujjatni ochamiz. Qaranglar, mana yangi hujjat ochamiz. Mana qarasanglar, app hujjat. Ham deyishim mumkin, mana ikki tane ekran chiqib qoldi. Desanglar, mana bu meşreptirimiz. Bu meşreptiri biz ijro qilgan Pythonning natijasini ko'radigan yer. Qanday? Undan keyin ba'zi shu atay buyruqlarni sinab mesh qiladigan yerlar bu. Mesela bunu çıkıp ketdi, qaranglar, mesela sizga deysizlar, print deysizlar, ismini yozsanglar chiqadi, mesela qaranglar, al etsanglar, ha deysizlar, bunday qilsam bir buyruqni ekranga yozdira olayotganman degan narsa shu. Nimaga shu? Biz buni mana uchun saqlaymaymiz deb meşreptirga yozgan narsalarni. Shuni biz ishlatib bir hujjatga yozaylik deymiz. Aslida bu ikki ekranda ko'ringan bilan amaliyot qanday? Ikkisi o'xshash bir program. Birisi mana ekran yozilgan yer, mana qisqacha desanglar, bu natijani ko'rsatmaydi. Qarang, mana bunday qilaylik. Mana nimaga yozaylik? Mana ekranda kichik qilib qo'yaylik. Qanday sizlar buni tekshirsizlar ekranni. Kompyuterning oldida o'tirgan bo'lsanglar, mana qildik. Mana nimaga bu bizningki yangi qilayotgan qarasanglar, bo'sh va quruq İçinde hiç narsa yok, boş bir hüccet qilgan bo'ldik. Endi biz mana shu hüccetga o'xshash buyruqlarni yozib boqaylik. Buni yozaylik qanday? Mana for I in mana qanday range doirasini belgiladik. Belgilab bo'ladi mana. Deyli qanchadan boshlaymiz? Deyli masalan maqomni 4 dan boshlaydi deydi. 4 dan boshlab 10'lik, ya'ni 9'lik sonni yozaylik deydi. Qaranglar, agar 10 yozmoqchi bo'lsanglar, qancha yozishim kerak? 11 yozishim kerak. Chunki bir numar tuven buldu. Her kandaymış kadar azı düşündürmüş bunların hepsini tepsili bir şekilde. Mana. Hem de mana qaranglar, print deymiz. Hem de biz bunu icra kılaylı. İcra kılımız desek çoğun şu saklagan yazılgan hüccetini biraz saklatışımız gerek. Mana hüccetin tepsili qarasanglar, qaranglar, ismi yok. Untitled de biz bu İngilizce diyenge ismi yok deydi. Ondan biz bunu saklayalım. Qana saklaymiz? Mana hücceti kilip sakla, qaranglar, save as. Yazaylı, save as o'xshash başta birinchi qatdan. Qaranglar, nima saqlabdi bu? Hujjatlar degan xaltaning ichiga saqlayotganmiz. Xalqan bir ism berayli. Masalan deyli, halqalar 1 deyli. Chunki yana birazdan keyin yana yangi bir halqa mesh qilamiz. Buningga bu hujjatning qo'shimchasini qo'shib qo'yaylik. Ba'zi mashg'ulot sistemlarda avtomatik qo'shib qo'yadi. Masalan, shu avtomatik qo'shalaydi. Mana qaranglar, Python hujjatininki qo'shimchasi nima? Checked py va checked py va ikkisini asal farq bor. Keyin tushuntiramiz buni.
Ba'zi meşgul sistemlerde yazmaydı. İşte tekst qo'shib qo'ydi ya da hech qanday qo'shimcha qo'shmaydi. U vaqtda siz ijro qilolmaysizlar. Shunga ishim texmo bexatar bo'lsin desanglar, cho'qim bundaq yozib qo'yinglar. Qanday PY do'st hujjatniki qo'shimchasi mana. Qaranglar, mana ko'rdinglarmi? G'alqlar deb chiqdi. Mana bu yerga qarasanglar, mana hujjatning saqlangan yerini ko'ralasizlar. Mana qaranglar, mana bir mana ana xalta ustal yoki ishlatgichi. Undan keyin mana slash degan gap, uning altida yana boshqa narsa bor degan gap. Mana endi ijro qilib boqaylik. Endi qanday ijro qilamiz? Mana bu yerga kelsanglar run deb ko'ryapsizlar. Shu ijro qilish degan gap bo'ldi, shu kompyuter sohasida buni biz ijro qilish deb ishlatamiz. Albatta, inglizcha bilgan do'stlar bu yugurish deb o'qiydi. Asosiyatdan programda o'xshash mazmun berilganda. Mana qaranglar, mana run module. Ammo yer qismi F5 deb yozib qo'yibdi. Shu F5 degan qunupni cheksanglar bo'ladi, ya shu run 5 ni yazsanglar bo'ladi. Mana qilsak, qaranglar. Deydi bu. Qani bu. For range 4-11'lik print. Ha, hech narsa basmadik. Nimishqa? Chunki printda yozilgan narsa yozmadik. Mana yazaylik. Kim yozdirmiz? Ekran yazaylik. Chunki o'zgargichni yozdik. Albatta, so'rashinglar mumkin. Cho'qim bu yerga i'ni yozmizmi deb. Unda emas. Bu yerga qolgan narsalarni yozamiz. Mana qayta run qilib boqaylik. Mana run modul qilsanglar, qaranglar, har qatim shu qaynoq kodni o'zgartsanglar, cho'qim sizlardan so'raydi ijro qilishdan biri. Mana saqlamsan deydi. Biz saqlataylik qanday? Qaranglar mana 4 dan boshlab 10 sonini yozib